Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar, kuzatuvchilar. Mana yana bitta remontga mebel keldi. Juda ham holati urinib ketgan eski sovetskiy divan kreslo. Bizni kuzatishda davom etinglar. Chiroyli qilib remont qilib yana obzor qilib tashlaymiz. Obuna bo'lishni unutmanglar. Arkadaşlar, asistli divanimiz ishlashni boshladik. Mana uqalanib, bundan buni qaralolasi bo'lib o'tgandan keyin uqalanib ketadi. Buni qoqlashamasangiz, yaxshilab qoqalab tashlash kerak. Qoqalab tashlasangiz, maqsiz ketgandan keyin ham uqalanib tushib beradi. Assalomu alaykum, guruhdoshlar. Mana yana bitta sovetskiy divan kresloyimiz bitdi. Juda ham chiroyli chiqdi mana, ko'rib baho berasizlar. Uchoqlarga e'tibor bering. Yaxshi sifatli, mo'yshiy material bo'ldi. Kimgadir qiziq bo'lsa, ishlarimiz bemalol aloqaga chiqinglar. Ishlaringizni chiroyli qilib bitkazib beramiz.